Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk ajdod, buyuk tarix, buyuk shaxslar orqali yaratiladi. Ana shunday ulug' zotlardan biri Zahiriddin Muhammad Boburdir. U jahon tarixida buyuk sarkarda, davlat arbobi va adib sifatida e'tirof etilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevral kuni Andijon shahrida tavallud topgan. U Temuriylar sulolasi vakili bo'lib, otasi Umar Shayx Mirzo Farg'ona mulki hokimi bo'lgan. Bobur yoshligidanoq ilm, fan va adabiyotga qiziqib, arab, fors va turkiy tillarni puxta o'rgangan. 1494-yilda otasi vafotidan so'ng Bobur 12 yoshda Farg'ona mulki taxtiga o'tiradi. Hayoti davomida u murakkab siyosiy kurashlarni boshdan kechiradi. Movarun Nahrni tark etganidan so'ng esa Hindistonga yo'l olib, 1526-yilda Panipat jangida g'alaba qozonadi va Boburiylar sulolasiga asos soladi. Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat buyuk sarkarda, balki yuksak iste'dod egasi bo'lgan adibdir. Uning Boburnoma asari tarixiy va adabiy jihatdan bebaho manba hisoblanadi. Asarda tarixiy voqealar bilan bir qatorda insoniy kechinmalar va tabiat tasvirlari ham yuksak badiiy mahorat bilan ifodalangan. Bobur she'riyatida vatan sog'inchi va g'urbat iztirobi alohida o'rin tutadi. Uning mashhur ruboiyisida bu tuyg'ular quyidagicha ifodalangan. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish. El anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichragar qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshyon bo'lmas emish. 1530-yilda Zahiriddin Muhammad Bobur 47 yoshida vafot etgan. Ammo u qoldirgan boy meros bugungi kunda ham xalqimiz ma'naviy xazinasining muhim qismi hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, Zahiriddin Muhammad Bobur jasorat, ilm va vatanparvarlik timsolidir. Uning hayoti va ijodi bugungi yoshlar uchun ibrat maktabidir.